Qadrdonlar, Nexia 2 ning ishini ochib yopishdan qarang-da. Vash ideal ekanda borib, mashinani shumka qilib qo'yishgan ekan. Polni holati o'ta bombada, o'ta go'zal, shunaqangi butun tana sostenadi ekan. 2009-yil Sans gibrid. Mashina luks, motor, korobka, ходовой, balon, to'rtta yangi. Endi holati o'ta bomba, juda ham chiroyli holatda ekan. Naqangi yonadigan bakalarga chiqib qo'yilgan, aytan olingan nimalari, pavorotniklar, istarasi ham o'ta bir go'zal. Sustenasi juda ham chiroyli holatda turibdi xullas. Uzitrlarigacha o'ziniki ekan, almashmagan ekan mashinani. Juda ham bir chiroyli, zo'r holatdagi Nexia 2 o'qta yurgan bo'lsalaring, mana sizlarga to'rtta yumshoq balollari bilan mashina shu holatga Amerikaga ham ketadi deyshadi. Egalar garantiya berib yuborishyapti. 320 ming o'zini halol. Hop, radno yurgan probegi eng qiziq joyi mashinani hali ustiter, kolonka largacha turibdi o'zida, yechilgan. Qanaqa olingan narsa emas. Hozir bitta ishlarni ko'rsataman. Hop. Kolonkalarga turibdi. Yurgan probeglari aytdim 320 ming. Motorni nima? Hop. Orqaroqlari ham tiniq, yaxshi holatda turibdi. Ustilargacha qo'yib, muzika qilib qo'yishgan. Hop. Motorni ham ko'rishlaring mumkin. Juda ham zo'r holatda, butun holatda turibdi. Nexia 2 ning haligi yaxshi, svejirog'ini, tinig'ini olaman degan bo'lsalaring, mana sizlarga Stanley 95 rangda qadrdonlar. Nexia 2 2009-yil oxirini qo'lga tegishini 3600 ga beraman deyapti. Eng oxiri umuman kami yo'q ekan. General daviniz bir marta xohlagan hujjatlarni qilib beraman deyapti. Mashinaning vobsheti yurish turishlari, o'zim tushlari, holati tiniq, chotga bo'lib turibdi. 3600 eng oxiriga qo'lga tegadigan narx ekan. Ishlarni ko'rsatsangiz hozir. Motorning aksiyalarini. Opa. Bu gemoriyga qaranglar. Nima deyapti gemoriylar? Chotga olib turibdi. Mashinaning uzitlari ham almashmagan, o'ziniki bo'lib turibdi bemalol. Ustalaringiz bilan kelib, ko'rib, tekshirib, olsam bo'ladi. Ustida kraskasi bor ekan, o'zida. Kraska bor ekan, hali bir yengil udarga o'xshadi, lekin bunaqangi hali qattiq udar, stakerlari ham, o padranlik lanjirolari ham chotga turibdi. Tomonlarning mashina yarimta kalka zavod bo'lyapti. Metan gazlari bor, ichida gaz yo'q faqat. Xo'p, generatorda muammo yo'q, to'rtta yumshoq balollari bor. Hozir pastga raqam qoldiraman, telefonlashib kelib, ko'rib, mashinani baraka qilib olib ketsalar bo'ladi. 3600 oxirgi qo'lga tegadigan narxi deyapti. Xo'p, mashina luks salon. Holati chotki. Kraskasi biz ko'rganimiz kalinkada, mana bitta eshikda mana kapotni ko'ryapmiz. Endi shu ikkala qanot ham bo'lgan bo'lsa kerak, shu hali teshiklari yopilganligini hisobiga, lekin mashinani butunligiga kelish kerak bo'lsa, juda butun, o'ta bir haligi chiroyli zo'r holatda turibdi mana o'zi. Istarasi ham bemalol xohlagan joylarni berib turibdi. Bunda hangaligi tikka joylar bor ekan, lekin radno joylari bular pachaqchida, radnochida chiqartirsa bo'ladigan joy ekan. Yomon holatda emas u вообще-то. Zazorlari, choklari joy-joy bo'lib turibdi. Qadrdonlar, bitta like bosib, podpiska bosib, поддержкада bo'lasizlar. Pastda hozir raqam qoldiraman. Telefonlashib, kelib ko'rib, olib ketsalaring bo'ladi. 2009-yil gibrid luks $3600 oxiri bosinglar.